Hammaga salom, Senyor Senyorita kanaliga xush kelibsizlar. Oktyabr oyiga yangi o'yinlar keldi. Top 10 talilar, raspakovka. Check. Xo'p, qo'limizga tushgandan boshlab ketaveramiz. Obzor xuddi o'tgan safar edi, balkim tezroq, balkim qiziqroq bo'lar. Ko'rib boringlar. Bizani birinchi lotimiz. Xo'p. Nima bu? Crazy Clash ekan, o'yinning oti. Ko'rib turibsizlar, qayerdan kelgani aniq, chunki xitoycha yozilgan, Xitoydan kelgan. Nima o'yinligini bilasanmi? Игра на память? Da, игра на память, san'ati doskasi bo'ladi. Sen tushuntirish o'raydi, faqat menga bir. Anaqa palochkasi bor-a buni. Hayotda unaqa emas, judayam tinmaydi. Xo'p, игра на память. Teskarisi o'giriladi, keyin o'ngisidan ikkitasini ochib, telefonda ham o'yinlar bor-ku. Ha, mana soch mana fishkasi bitta bosib qo'yasiz, ikkinchi fishkasini para bo'lishi kerak. Parasini topib. Ma'lumotga o'sha kim yig'adi, ikkita tomon bo'lsa, kimda ko'p fishka bo'lishi bo'lguncha yoki yig'ilib bo'lguncha. To'lguncha kim? Palkasi bo'lmaydi. Nega? Palkani sotilayotganlar bor-ku bizda hozir. Yosh bola juda ham anaqa qiladi. Pikmi palka. Urishadi. Pikmi palka. Juda ham qarib ketganmiz-da biz уже. Xullas. All around me are familiar faces, worn out places. Lot ikkinchi. Va? Bu ham Xitoydan kelgan. Bu qiziqroq lekin. Bu takoy Shaolin kung fu bo'ylari. O'yinda mana ikkita tomonda bo'ladi, sharikli chiqadi ichidan, sharik ishirib qo'yamizda, mana palkalari bo'ladi. To есть ikkalasidan boshqarib udar berishga. To есть ana o'yinimiz bor edi, Rokem, Sokem, Robots deya. O'sha o'yinga o'xshagan, faqat shariklarni lobda chiqish kerak. Yorish kerak sharlar. Takoy anaqa. Bu juda ham qiziq o'yin. Agar kimdirgadir kerak bo'lsa, sotmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanaliga shundan zakaz qo'yinglar desanglar, keyingi partiyamizga shundan ham zakaz qo'ysak bo'ladi. Tez kelmaydi. Savolim. Bu o'yin kattalaganmi shunda? Yosh ограничение. Pakovkasida 3 yoshdan katta degan. Chunki Mana qara. Hun tung ting chung deb yozib qo'ygan. 我是惠娘。 Hazillashdim, bu xitoycha emas. San so'yi shangni, to есть 3 yoshdan kattaga. Siz vaqt xitoycha bilmaydi, hamma narsaga buraverasiz. Xitoycha biladiganlar yozaringlar, to'g'ri o'qidilarmi, ikkinchisida hech bo'lmasa? Ya, to'g'ri. 3 yoshdan kattalarga. Просто aytayotgan men bu temir emas, baribir ham lekin plasmas bo'ladi. Endi baribir ham ostriy shani. Juda ham kichkina bolalarga anaqa emas. No, lekin o'zi u ko'rinib turibdi, u jayn 3 yoshdan kichkina bolalarga o'zi o'ynamaydi. Tushunmaydi. Sochim o'zi 2 yoshli bola bu men falkan oladi, og'ziga tiqib bunaqa qo'yaveradi, jam bo'lmasa. Lot 3-chi Puzzle Azl deyiladi. To есть Azl deyiladi. Bu Türkçe oyunmi? Bana ihanet ettin Mustafa. Yo'q, nega inglizcha? Просто passage qo'ygan. Puzzle va passage qo'ygan. Azl. Uning nomi menga turkcha bilmadi tuyuldi. Bu nima o'yinligini kim bilsa, men takoy подписчикlarga aktiv ko'tarish uchun aytamiz. Nima o'yinligini, qanaqa o'ynashini kim biladigan bo'lsa, yozib qo'ysa, mana korobkani ko'rsatamiz. Bu yerda menimcha korobkasidan lekin bilinmasa ham kerak nimaligi. Nima o'yin bu? Men ham bilmayman. Aytaman, подписчикlarga desam, bu baba o'zini o'ylaydi, birinchi o'chiribdi. Ya bizda shaffoflik bo'ladi, подписчикlar topishga harakat qilib ko'rsa nima o'yinligini. Aktivni ko'tarib oringlar, kommentda misol uchun yozinglar. Videoda aktiv emassizlar. Aktiv bo'linglar. Подписка tashab qo'yinglar. Like, подписка har doimgidek. Komment ham yozinglar. Keyingi lotimiz qizuvlari boshlanyapti. Bu oktyabrki takoy interesniy lotlardan bo'ladi. Keyingi o'yinimiz. Teskari qo'ymasmi? Og'irmi? Bang bang popping. Nima deyapti? Otamni uylantiraman deydi. Oti shunaqa ekan. Buni uyda o'zinglar qilsanglar ham bo'ladi. Nimasi bo'ladi? Bu korobka. Ichida shariklari bo'ladi. Sharik qo'yib qo'yamiz. Mix qoqiladi unga. Кто лопнул шарик, тот проиграл. Или там можем сделать так, anaqa. Kanalimiz multilingual kanal. Hamma tilda gaplashaveramiz. Aslida tarjima qilib berib turay. Sharik kim yorsa, o'sha yutqizgan bo'ladi. Yoki-da 3 ta shar, misol uchun 3 ta sharni 3 ta jonli qilsa ham bo'ladi. Endi biz o'zimizga bog'liq qanaqa o'ynashimiz.
Ichida mana ko'rsatib qo'yilgan nasos ham chiqadi, shar ham chiqadi. Buni ko'ra olmadingizmi bu paytgacha? Biz mixlari ham hamma narsasi tayyor. Tayyor o'yin sizlarga shunday kelaveradi. Xohlasanglar uyda o'zingizlar qilsanglar ham bo'ladi. Mana molotechka ham turibdi. Dadadan 5-si. Keyingi o'tamiz. Transportirovkada nuqson bo'lib yetgan bizga. O'tgan safar damage. Bu o'yin bular nima edi? Anaqam hamak. Hamster sumo deylik otini o'yinni. Atak bu yerda hamster slime yozilgan ekan. Men o'yinlarga o'zim ot berishni yaxshi ko'raman. Bu yerda nima? Arena bo'ladi. Mana bu yerda ko'rsatilgan kichkina o'zini doskasi bo'ladi. Ikkita aniqqa berilgan. Sumo hamster. Hamaklar. Hamaklar berilgan. Shularni urishtiramiz. Qanaqa urishtiramiz? Qo'lda emasdi. Bular tagida magniti bo'ladi. To есть tagida magnitni bunday qilamizda, magnitdan chiqarib olishadi. Правила игры sumo. Kim sumoni bilmasa, qat'an topinglar. YouTube'da ko'rasiz, YouTube'da shunda sumo deb qidirib ko'rsanglar va lekin hozir videoni to'xtatib chiqib ketib qolmanglar. Men qat'an topaman. Men ham sumoni bilmayman. Sen sumoni o'yinni olib tanlab olsangiz fora hali. Bilasanmi, bizda nima yengillik bo'lganini? Nima bo'ldi? Bizda yaqinda shunaqa holat bo'ldiki, bittada bir nechta yutuqlarga erishdik. Birinchisi Instagramimizda podpischilarimiz 5000 taga chiqdi. Uni Telegramimizda ham e'lon qildik. O'sha 5000 taga chiqqan kunni o'zidayoq bizning yagona videomiz million prosmotr yig'gan yagona videomiz paydo bo'ldi. To есть bizda уже prosmotrlarimiz общийsi milliondan oshib ketgan, lekin bitta o'zi million yig'gan videomiz Instagramimizda paydo bo'ldi. O'sha kunning o'zida 100-videomizni qo'ydik. 100-reels shortsimizni. To есть YouTube'da bu birinchi video ko'rinadi, chunki katta videomiz undan oldin chiqqan edi. И o'sha kunning o'zida YouTube'da ham bizning podpischilarimiz 80 mingtaga chiqdi. O'sha hozir 90 mingtaga ham chiqib qoldik. Sizlarni qo'llab-quvvatlayotgan yordaminglar orqali yaqinda 100 mingtaga chiqib, 100 mingtani ham birga nishonlaymiz. Shuning uchun videolarimizga yoqayotgan bo'lsa, podдержка qilib, like bosib qo'yinglar. Iloji bor bo'lsa, yaqinlaringizga rekomendatsiya qilib jo'natinglar, podpiska tashlab qo'yinglar. Hammamiz birga sizlar bilan undan ham katta cho'qqilarga erishamiz. Xudo xolis knopkalarni birga nishonlaymiz, rozgashta qilamiz. Podpiska bosib tashlaylik. Aytib qo'ying, lekin hozir qolgan o'yin 5 ta o'yinlar og'ir artilleriya qoldi. Birinchisi, to есть 6-inchisi shot bo'yicha Upside Down Challenge. Men inoplaniyanman. Bu ashkina kiyadigan bo'lsang, sen ko'rayotgan narsa oyoqdan osmonga ko'rinadi. Osmondan bo'lib Oyoq osmondan ko'rinadi. O'zbekcha gaplarga ustamaslar. Aytaman, til ko'p bilgandan til bo'lib ketgan. Dashi bitta L harfini bilasan, bu 4 xil turda 4 xil prezentatsiya bilan ketadi. Eslaysiz. Nicho. Bu yerda ichida zadaniyalari bo'ladi. Misol chizish yoki nimadir yaqinda vdохновение oladigan blogerlardan ko'rdik. Ular ham video qilishgan. Misol uchun ayoliga pomadani surib qo'yish kerak edi, keyin yana nimadir ovqat yedirib berish kerak edi, suv ichirib berish kerak edi. O'sha achkini taqib qolib miya oson deb o'ylash mumkin, lekin uni holatda menimcha baribir qo'l motorikasi bilan miya bir-biriga kelishmay qolsa kerak. Bitta sinab ko'ramiz. Bu juda ham yaxshi trendiy o'yinlardan bittasi. 8 yoshdan kattalarga ekan bu, qaranglar. Atak lekin bu mana yosh bolalar ham o'ynasa, faqat sindirib qo'yishmasa, lekin yosh bolalar ham o'ynasa qiziq bo'lsa kerak. Endi to'g'ri, yosh bolalar bosh aylab ketishadi. Bosh aylab. Keyingi o'yinimni bilasanmi, Mariya? O'tgan videomizda TikTokda trend bo'layotgan ikkita o'yinlar bor edi. Bittasi Gas Out. To есть spam qiladigan o'yin. Ikkinchisi Tilt and Shout. Bu juda ham trendda. Bu ham lekin bir 99% uverenness bilan aytishim mumkin. Shunaqa challenge ko'rmaydigan odamlar ham ora-orada shunaqa bu o'yinni ko'rib qolishgan. Bu o'yinni oti Fast Speed Grabbing. Oh my god! Wow! Bunga o'zi o'yin shart emas-ku. Endi bunga отдельно o'yinni olib, lekin baribir ham bo'lgani yaxshi. Buni ko'rgan bo'lishingiz mumkin, Skittles bilan o'ynashgan, o'zini aniq qilishgan. To есть bu o'zi bitta o'yin bo'lib
ishlab chiqaruvchi tomonidan chiqarilgan bo'lsa, bugun bilan variatsiya qiladigan anaqalar уже fantaziya bilan Ko'payib ketdi. qo'shilsa bo'ladi. Bemalol. Bu trendiy o'yinlardan bittasi. Sizlar uchun originalini zakaz qilib ko'rsatib beryapmiz. Keyingi o'yinni men o'zim juda ham kutgandim. Men buni zakaz qilishga 3 marta harakat qildim. Uchalovidan atmay bo'lib ketdi negadir. Skladda bo'lmay qoldi yoki qanaqadir to'lov o'tmay qoldi. Ben bildim bu o'yinni. Qilgan. Yuraklari siqilib, quturib, Bu lekinchasi ezilib keldi. Kelishi ham oson bo'lmadi buni. Hangman deyiladi o'yinning oti. Buni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. hammamiz yoshligimizda, kichkinaligimizda daftarda o'ynaganmiz. Daftarda o'ynardik, sizlarda bo'lsa, sizlarda odamcha o'zini YouTube ish qilib bloklab qo'ymasa kerak. Bunaqa temaligi nozik qaralib, o'zini shundoq emas. Moderatorlar uni ko'rmadinglar. Sochon boshida odam kallasi chizilib, keyin tanasi chizilib, keyin qo'li chizilib, bizda kalla, tana, ikkita qo'l, ikkita tana, 6 ta shans bo'lardi. Bu yerda ham xuddi shu ichida ma'nida anaqasi bo'ladi. Harflarni уже bittamiz so'z yozib qo'ygan bo'lamizda. Bittadan ochiladi. Misol uchun harf topsam, aytaylik, senior degan so'zni anaqa qilib qo'ydi, bekitib qo'ydi. S dedim, S'ni ochdi. Agar S bo'lmasa, mana bitta cowboy bu yerda Cowboy yashil bo'lmaydi, oq bo'ladi. Ketaveradi. Mana bu yerda ko'rsatilgan bitta shapkasi, boshi, tanasi, qo'li. Ko'p ketaveradi. Xullas, o'yin chiqqanda ko'rib olamiz. Lekin men kutgan o'yin mana nihoyat qo'limga yetib keldi. Foto biza buni qancha kutdik. Shuncha harakatimizga endi bitta podpiska, like, komment yozib tashlaylik. Barabarni dro. Og'ir artilleriyani oxiriga qo'ydim deb bekorga aytmadim, chunki rostakasi og'ir artilleriya o'yinlar. Bu o'yinni to'g'risini aytaman. Birov o'ynagan ko'rmaganman. Boshqa blogerlarda ham ko'rmadim. Bu o'yinni prosta zakaz qilganimizda, men qilganimda to'g'ri aytganda, bu ham bilmaydi chunki rekomendatsiya chiqib qoldi. Tushunishim bo'yicha qanaqadir matador o'yini. Buni ham o'zini arenasi bo'ladi. Bizda videolar tabiiy chiqishi uchun raspakovka videolarimiz bor. Bularni ochib ko'rmaganmiz biz ham. O'sha raspakovka videolarda birga ochib ko'ramiz. Shunga hali aniq ichida nima borligini bilmaymiz. Xullas, buni arenasi bo'ladi, tushunishim bo'yicha. Ichida mana buqa bo'ladi, matador bo'ladi, qanaqadir batareyka ishlaydigan o'yin. Jang bo'ladi. Короче, birga raspakovka qilib, birga правиласini tushunamiz. Birga o'ynaymiz keyin. Va so'nggisi Хороший xatga olib qo'yish kerak. Напоследок. Da. Voy, futbol что ли? Bu как pinballga o'xshaydigan, pinball plus настольный xokkey plus настольный futbol. Pinball nima? Oldin bilsang, kompyuterda, Windows'larda o'yinlar bo'lardi. Sapyor, patience. Eng zo'ri pinball bo'lardi-da. Yoqardingda, men bitta ko'ptonni qilib otaverardingda. Keyin tushib ketmaslik kerak. O'yinmi? Xullas, bu yerda mana kak futbol, kak xokkey bu o'ynaladi. Ko'ptonni qilib, ikkita tomondan knopka bilan. Bu o'yin особенности agar gol uradigan bo'lsa, misol uchun bu tomondagi bu yoqqa urdi, suv sepiladi. Splash bo'ladi. Takoy o'ziga ham nakazaniyasi bor o'yinda, qiziq o'yin. Buni ham xudo xolisa birga o'ynaymiz, birga rasmga chiqamiz. Takoy kesh stayl. Bizdan sotuvga o'yinlarimiz keldi. Yaqinda shu o'yinlarning ichida podpисчикларimiz, obunachilarimiz orasida rozыгрыш qilamiz. Tekinga o'yinlarni o'zimiz uylarga olib borib beramiz. Iloji bo'lsa Toshkentda bo'lsa harakat qilamiz o'zimiz olib borib berishimizga. Bizlar bilan ham qanaqadir kontrakt olishinglar mumkin. Bitta qanaqadir o'yinni videosini birga olamiz. Shuncha obuna bo'lib qo'yinglar, kolokol bosib qo'yinglar. Instagramdagilarni ham aytib qolamiz. Bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz Instagramga o'tinglar-da, u yoqda ham podpисчикка sonni iloji bo'lsa 100 mingtaga chiqaringlar. Biz sizlarga ishonamiz. Instagramimiz juda pastroq. Shuni bitta bam qilib ko'tarib beringlar. Sizlarga ishonamiz. Sizlar bizani podдержка qilasizlar har doim. 2 hours later. YouTube zo'r aniq podдержка qilasizlar, har doim aniq motivatsiya berib kelasizlar. Videolar tushib ketsa ham podписчикларimiz zo'r ko'tarib beryapsizlar. Endi o'sha traditsiyaga aylanadigan katta videolarimizda bugungi 10 ta o'yinlardan top yasaymiz.
O'tgan safargidek, davay juftlar endi senga, toqla menga. O'tgan safar qanaqa? O'tgan shunaqa edi. Endi senga juft bo'lib yurgin deyman-da men bilan. Xo'p. Men kuchimadi demayman, bo'ydoq bo'lib yurgan. Ay, vale. Bo'ldi, top 10 talik. Top 10-chi. Bu yerda qiyin, chunki men bu o'yinlarni ko'pini bilmayman, yaxshi bilasiz-ku. Qani solishtirganda o'tgan safargi o'yinlar bilan bu safargi o'yinlar qaysi biri misol uchun общий olganda uровень kattaroq, kam kichkinaroq. Bularni bilasizmi? No, общий olganda, bu yerda men yaxshi ko'rgan 3 tami 4 ta o'yin bor. U yerda 2 ta men eng kutgan o'yinim edi. No, bu yerda ko'proq men kutganlarim, chunki ani Cowboy men shunaqa qidirdik ikkalamiz. Bular ko'proq qidirdilar. Men topishni deb turganman-da. Cowboy borki, ani menga sharikli o'yin ham rosa yoquvdi. Esingizda sizga videolarimni tashuvdim. O'shanga o'tda menimcha bo'lib balandroq stavka. Xullas, top 10-chi. Top o'yinga so'rab bitim Matador. Matador top 10ga. O'yinga. То есть o'tda Azl degan o'yin bor. Который sen bilmaysan. Lekin Matador, который idealniy korobkada kelgan. Ko'rinishi ham qanaqa premium anaqani kachistani ko'rsatyapti. Zo'r korobkalar. Bu oxir bo'ldi. Вообще nimaligini tushunmadim. То есть Azlni juda ham ko'p tushundingiz. Yo'q, u 8 ga. Aybi buqa borligi. Buqala. Adashib qolgan. Bilasanmi, ana bitta turdagi odamlar yoki narsalardan qo'rqadiganini fobiyasi borlar deyishadi. То есть pavkdan qo'rqadiganlar arachnofob. Sen значит buqafobiya. Bulfob. Kaynatga yozib qo'yinglar, bulfob. Ikki. 9 ga men o'zim Azlni joylashtirib qo'yaveraman. Men chunki bu o'yinni bilaman nimaligini. Proje qiziq, lekin o'zini o'rnidan topdi deb o'ylayman o'zim uchun. Keyingisiga. Negadir men hayvonlar bilan chiqishtirmayman va 8-o'ringa hamakchalar или krisalar. Hamakchalar. Sababini aytib o'taman, chunki uyimizda hamak bor. Bu ikkalovi u hamak bilan kundoshlik kun kechiradi. Qo'rqaman, tega olmayman shu narsalarga. Navoda ana sizlarga insight, o'zi Telegramga o'tsanglar shunaqa insight aytishimiz kerak. Ana ko'chada ketayotganimizda yonimizdan mabodo mushuk o'tib qoladigan bo'lsa, u mushuk sakrab qochib ketadi. Chunki bu opa shunaqa baqirib sakrab ketadi, u mushuk qo'rqib ketadi o'zidan kelmagan deb. Men bo'lmasam 7-o'ringa 7 ga. Crazy Crash qo'yaman. O'yin yaxshi. Lekin mana Yaxshiroq bor. Keyingisi qiyin bir qoldi. O'tda yaxshi o'yinlar qoldi. Sharikli jangi. yaxshi bu. Men 6 taligi yaxshi. Joyini topdi o'zi. Xo'p, endi top 5 taliga yetib keldik. Men lekin ma'mini shu 5 talik ichida bo'ladi deb o'yladim. Bu qafob. Bu o'yinni qo'ya qolaman mana. Sana sharik qo'yding, mana sharik qo'ya qolaman. 4-o'ringa men futbol qo'yaman. Mayli, qo'shilishi mumkin lekin futbolni yo'lga qo'ya qolamiz. Ko'ramanmi? Mani ko'ring. Ahvat esa ochib ketadi. Ahvatim yaxshi. Ko'sti emas. Xo'p, keyingisiga bo'lmasa men buni qo'yaman. Men yaxshi ko'rgan o'yin. Menimcha o'zini o'rnini topdi. O'sha bizda top 3 taliga o'tib ketdikmi? O'zimiz ham bilmay qolib top 3 taliga. 3 taligi menimcha yaxshi, shu paytgacha ko'tarildi. Bu yo'q, ikkalamiz bir ovozdan birinchi o'ringa qaysini beramiz? Cowboy. Oldin egallamasa bo'lmaydi. Qiziq o'yin, juda ham qiziq o'yin. Yoshlikda men ham o'ynab o'tirardim. Yosh qo'yili kim yana shunaqa sinfdoshlari bilan dars paytida zo'r bo'ladi. Qo'rqa partida bekim olardi edi. Iloji bo'lsa ustoz qaramay turgan paytda birimizni o'ynab, xingir bo'lib qolsa shunaqa keyin gap eshitardi. Romantika, maktabli romantika deb. Romantika? Maktab payti romantikasi. Ko'rsatib qo'yman romantikani sizga. Men po'kisda 2-o'ringa bu endi. Bu ham yaxshi lekin upside ochkilar. Bu bilan konteksti va o'zining kartochkalari bilan bitta nimadir ish qilish, nimadir chizish
keyin qanaqadir zadaniyalar. Oktyabr top 10 tali o'yinlarimiz mana. Bundan keyingi shortlarimizda shu o'yinlarni raspakovkasini qilamiz, o'ynaymiz, har xil kontentlarimiz shular bilan yasaladi. Kontent ko'payib ketganda o'zimiz ham spet qilmaymiz. Ham bu yoqda o'zimizga qotgan o'yinlar ham bor. Igri своими руками. Agar bilsanglar, bizning kanalda уже playlistlarimizni hammasi ajratib qo'yganmiz. O'zimizda yasagan o'yinlar, nastroykalar o'ynaganmiz, raspakovkalar и rubrikalarimiz ham bor. Ularni hali yozishga vaqtim bo'lmayapti, lekin harakat qilamiz. Bitta videomiz bor. Пока ждем заказga. Ko'chaga chiqamizda, o'zimizni esimizdan chiqib ketamiz. Ko'chadan olish hali sharoit bo'lmadi. Podpiska qilib qo'yinglar, like tashlab qo'yinglar, komment aktiv ko'taringlar. Qaysi o'yinni o'ynaylik, qaysi o'yindan sotishga olib kelaylik, kimga qanaqa qiziq bo'ladigan bo'lsa, hamma narsa kommentga o'tinglar, Telegramga o'tib, o'sha sotuvdagi o'yinlarimizni ko'rib olsanglar, buyurtma bersanglar bo'ladi. Mana qadrli asal podpischiklarim deymi? Instagramga ham o'tib поддержка qilaveringlar. Instagramimiz sal tushib qoldi. Ana tushmadi, ko'tarilmayapti. Prosmotrlarimiz zo'r, endi podpischilar sonimiz ham chiroyli, kolleksiya qilib bitta portlat beringlar. Xayr.